Miya, turinglar. Budilnik 5 marta jiringlayapti. Eshitmayapsizlarmi? Uyg'ongim kelmayapti. Uyquga to'ymadim. Charchadim. O'txopi, ichaklar. Yetar endi, uyg'oninglar tezroq. Men bugun ikkinchi smendaman. Baribir bizani xonim ertalabki nonushtaani qilmaydi. Reja bo'yicha seshanbagacha menda ish yo'q. Axir ichimiz qotib yotibdi. Xullas, hozir meni bezovta qilmanglar. Buncha hammangiz yalqov bo'lib ketdinglar. Miya, Nima deysan? Ertalabdan baqir-chaqir qilasizlar. O'zi zo'r uyg'ondim. Tinchlikmi? Nega bizning xonim ertalabdan bunaqa charchagan bo'lmasa? bitta sizlar emas, men ham charchaganman bilsanglar agar. Ey, rostdan ham, jigar, nima bo'ldi? Axir sen bizning energiya manbayimizsan-ku. Nega kuchsiz bo'lib qolding? Ishlash kerak. Endi nima bo'ladi? Savolni qaranglar. Kecha uxlashga nechida yotganinglar esinglardami? Tungi 2:30da. Yarim kechgacha xonim kenjasi bilan dars qildi-ku. Keyin bugun uchun oldindan ovqatni ham tayyorladi. Uyqudan oldin nimalar qilganinglarni ochiqchasiga aytur. Men bilaman, buterbrodlarni paqqos tushirishdi. Endi bolaga darsini qildirish oson ekanmi? Ozgina asabiylashdik-da, tushunasizlar. Sizlar tinchlangandirsizlar, lekin men ertalabgacha ishlab chiqishga majbur bo'ldim. Kechirasizlar-ku, meni ham 5 yildan qiladigan ishim bor. Mana esa hammasini tashlab buterbrodlarni hazm qildim. Men yaxshi ishlashim uchun chuqur uyqu fazasi kerak. Oxirgi marta qachon mazza qilib uxlaganimni esa eslolmayman. Shuning uchun ham xotiring pasayganini sezdingmi? Dam olishing kerak. Ha, kecha do'konda kassirni oldida plastik karta kodini eslolmay rosa uyaldim-da. Ichaklar, вообще-то sizdan ham noroziman.